Juvidagi ji bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ji Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Jining beshidan olinadigan shakli. Misol: Jaran. Jining bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: Bo'ljirgan. Jining oyog'idan olinadigan shakli. Misol: Toj. Jining ayrim shakli. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Jaran ji harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bo'ljirgan ji harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Ji harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toj ji harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Joy, jon, toj, boj, mijit, nijat, nijat, mijaz, mijaz, jur'at,